Gelikda yuradigan opalarning turishi nech pul bo'lar ekan? Assalomu alaykum. Samarqandga ham keldingiz. Qachon keldim? Tusha qoling endi. Keling, eshiklarni ochib beraman sizga. Turishingiz nech pul? Qaysidan boshlaymiz? Voy, mayli, oyoq kiyimdan boshlay qoling. Tufli bilan sumkaga 15 yil bo'lgan. 15 yil? 15 yildan beri chidavyaptimi? 15 yildan beri qadrdonim hali yap-yangi. Moskva Gumdan ikkalasiga 3200 lar atrofi berganman. Mana ustingizga nima bu? Bunda ko'rsating. Nech pul bu? Buni Italiyada rasprodajadan 300 dollarga olganman. Yo'q, mana bu ukrasheniyalar bu nima, kumushmi bular? Yo'q, bular oq tilla. Oq tilla. Nech pul? Minglar atrofi. Soatingiz yo'qmi? Sirg'am 2,5 ming. Soatchi. Soatni ham ko'rib qo'ydingizmi? Wow. Bu nima bu? Limited editionmi bu? Nima bu? Buni Jacob. Jacobmi? Jacob 150 ming dollarga olishgan. Mashinadan qimmatmi deyman soat. Stilli bo'lib, endi vashcha stilli kiyinar ekansiz, gap yo'q. Qayerga ketyapsiz endi chiroyli bo'lib? Tug'ilgan kunga tabriklashga ketayotgandim sovg'a bilan birga. Nima sovg'a oldingiz sir bo'lmasa? Ko'rsataymi? Ko'rsating. Wow, nima bu? Bu sovg'a. Bu karta shassi deb yozib qo'yibdi. Nima, baxt xaritasimi bu? Nima bu? Xuddi shunga o'xshagan. Shunaqa gelikda yurib, chet el mazza qilib yurib, hamma orzulariga yetish uchun yordam beradigan vosita menimcha. Zo'ru. Mana podpiskalaringizni sovg'a qilmaysizmi shunaqa sovg'alardan? Bo'ldi. Qilasizmi? Samarqandga kelganingiz uchun sizning ham podpischalaringizga aynan bitta shunaqasini o'ynaymiz. Bo'ldi. Nima qilish kerak uning uchun? Shartini sizga qo'yib beramiz. Qani beringchi. Bo'pti o'rtoqlar, mana shu videoni kommentariyasiga 3 ta o'rtog'inglarni belgilab, 3 ta o'rtog'inglarga podelиться qilsanglar, eng aktiv bo'lgan odamni, bo'lmasa 2-noyabrda aniqlaymiz, prямой efirda random orqali aniqlaymiz. Opa, demak bu opani gelik, Jacob soatlari bilan, mana shu stilli italyanskiy kostyumlari bilan turishlari nech pul bo'ldi o'rtoqlar? Podpiska bosinglar, like bosinglar. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Biz o'sha viloyatlardamiz. Rahmat sizga. Xush kelibsiz Samarqandga. Xo'p, rahmat.